Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugungi sanamiz 2026-yil 28-fevral sanasi chorshanba. Sharof Rashidov tumani qarashli 23-o'rta umum ta'lim maktabiga tabiiy fanlar kasbiy rivojlantirish soatini tahlil masalasi bo'yicha kelganmiz. Demak, kuzatishda davom etamiz. Tabiiy fanlarni o'qitishda STEM yo'nalishi samarali bo'lish. Biz unda qalay yasab, endi davomini qilayotgandik. Hozir narsani olib kelishga, kleyni olib kelishga, charxpalak shunaqalar yasovdik-da yoqda ham. Charxpalak yasalardi, aqlli uy yasalardi. Aqlli uy, keyin toza ichimlik suvini olish. Qani amaliyotda Musor oladigan ishimiz yasaganlarimiz mana bugun hali ichimlik suvi, toza ichimlik suvi bilan keyin aqlli uyda o'qiganimiz yo'q. Keyin tabiiy fanlarda o'qitishda STEM yo'nalishi samarali. Assalomu alaykum. Samarali bo'lish. Mana bu o'quvchilarni bizlarga biotek haqida gapirib beruvdi. Shunchaki bilimning o'zi yetarli emas. To'g'risi kechagi anomimizda shu narsalarni yasash bilan o'tdik. Har bir guruhlarga bo'lindi. Shu guruhlarimizda shu toza ichimlik suvini olishda bitta guruh o'shani yasadi, bittasi aqlli uyni yasadi, bittamiz mana bunaqa musor oladigan idish yasadik. Mana shular bilan charxpalak yasadik. Keyin suvda aylanish charxpalagi. Shular bilan ko'rdik toza. Hozir o'shalardan tozalash usulini ko'rdik. Ko'mir aktivlangan ko'mir soldi, keyin shag'al ilm-fan, texnologiya, matematika, mutaxassislik, san'at hammasi bitta Xo'p, Yevropa ta'lim taraqqiyotida STEM fanlari tushunchasi kiritilgan. STEM fanlari tushunchasi fanlarni birlashtirish, ya'ni maktabda o'quvchilarni hayotga tayyorlash bo'yicha ma'lum bir fan yetmaydi. Shuning uchun sayns, tabiiy fan, texnologiya, matematika, muhandislik va san'at yo'nalishlarini jamlab, o'quvchida hayotga bo'lgan mustaqil fikrni uyg'otish, keyingi navbatda o'quvchilarni hayotdagi har xil vaziyatlardan chiqib ketishni o'rgatishdan iborat. Maqsad shu, STEM yondashuv. Ya'ni umumiy tushuncha hosil bo'lib, hayotdagi muammolarni Xulosa qilib aytganda 23-maktabda kasbiy rivojlantirish soatlari demak yaxshi.